dunyoda eng qimmat resurs ishonch, raqamli ishonch. Davlat xizmatlarida bank, to'lov tizimi, aloqa operatori uzluksizligi, xavfsizligi bularning barchasi aslida kichik mikrochip ichidagi muhim texnologiyaga bog'liq. Yevropa davlatlari yarim o'tkazgichlar va xavfsiz chiplar bo'yicha texnologik suverenitet siyosatini kuchaytiryapti. Osiyoda esa bu segment milliardlab birliklarda ishlab chiqariladi. Chunki davlatlar anglab yetyapti, kim identifikatsiya va to'lov infratuzilmasini nazorat qilsa, u iqtisodiy barqarorlikni ham nazorat qila oladi. O'zbekiston ham bugun shu global tendensiya fonida o'z yo'lini tanlayapti. Katta qadamlar bilan so'nggi yillarda mamlakatda raqamli to'lovlar kengaydi, bank kartalari ommaviylashdi, transport va ijtimoiy kartalar joriy etildi, davlat xizmatlari elektron formatga o'tdi. Bu jarayonlar iqtisodiyotni zamonaviy qildi, lekin bir vaqtning o'zida yashirin zaif nuqtani ham ochdi. Asosiy identifikatsiya va to'lov elementlari importga bog'liq bo'lib qolgan edi. Masalan, birgina 2025-yil davomida mamlakatimizga 35 million dollarlik mikroprotsessor modullari, SIM kartalari va turli to'lov kartalari import qilingan. Tahlillar ehtiyojni, shuning barobarida global ta'minot uzilishlari, logistika muammolari yoki narx tebranishlari sharoitida aynan shu segment butun moliya, aloqa va transport tizimlariga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatdi. 2025-yil 22-yanvarda elektrotexnika sanoatini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan prezident qarori ana shu signal ortidan strategik yo'nalishlarni real ishlab chiqarish bilan mustahkamlashni ko'zda tutgan edi. Vades Group tomonidan yo'lga qo'yilgan loyiha bu qarorning amaliy ifodasi bo'ldi. Sanoatda loyihani katta kichigi bo'lmaydi. U hammasi muhim. Xalq uchun, iqtisodiyot rivoji uchun. Qarshimizda turgan ushbu loyihani esa iqtisodiyot uchun, umuman shu mamlakat uchun ikki hissa ahamiyatli deb ayta olaman. Demak, bu yerda shu paytgacha iqtisodiyotimizda bo'shliq bo'lgan, raqamli iqtisodiyot uchun kerakli bo'lgan muhim jarayonlar amalga oshiriladi. Ya'ni biz aynan mana shu nuqtadan boshlab SIM kartalar, ID kartalar, mikroprotsessorlar ishlab chiqarish jarayonida mustaqil qadamlarni boshlayapmiz. Davlatimiz rahbari Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga tashrifi chog'ida mazkur loyihaning borishi bilan ham tanishdi. Loyiha Germaniyaning eng yirik yarim o'tkazgichlar ishlab chiqaruvchisi Infineon Technologies bilan hamkorlikda yo'lga qo'yiladi. Buning o'zi ham yarim muvaffaqiyat. Zotan kompaniya o'z yo'nalishida dunyoning top 10 taligiga kiradi. Yiliga 1 milliardgacha chiplar ishlab chiqaradi va bugun ular O'zbekistonga ishonch bildiryapti. Prezidentimiz yuqori qiymatli mahsulotlar bo'yicha innovatsion yondashuvlarni joriy etish, mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish va eksportni yanada kengaytirish masalalarida muhim topshiriq va tavsiyalar berdi shu yerda. Infineon yarim o'tkazgich mahsulotlari sohasidagi jahon yetakchilaridan biri hisoblanadi. Biz elektron komponentlar, mikroelektronika va turli segment hamda sohalar uchun mo'ljallangan chiplar ishlab chiqaramiz. Biz uchun asosiy yo'nalishlar avvalo avtomobilsozlik sanoati, shuningdek energetika va quvvat uskunalari sohasidir. Shu bilan birga biz davlat identifikatsiya hujjatlari, pasportlar, ID kartalar, haydovchilik guvohnomalari, ijtimoiy kartalar kabi yuqori darajada himoyalangan mahsulotlar uchun ham chiplar ishlab chiqaramiz. Kompaniyaning yillik aylanmasi taxminan 15 milliard yevroni tashkil etadi. 2023-yilda biz Vades kompaniyasi bilan hamkorlik memorandumini imzoladik va texnologik sheriklik to'g'risida kelishuvga erishdik. Bu hamkorlik doirasida avvalo Infineon o'zining xalqaro tajribasi va kompetensiyalarini ulashish orqali Vadesga ko'mak berishni maqsad qilgan. Xususan, turli mamlakatlarda bank va to'lov tizimlari, shuningdek davlat hujjatlari sohasida loyihalar qanday joriy etilayotgani, har bir mamlakatning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda qanday yechimlar qo'llanayotgani bo'yicha tajriba almashishni rejalashtirganmiz. Biz o'zaro hamkorligimizdan katta foyda chiqishiga ishonamiz va ushbu sheriklikdan juda mamnunmiz. O'zbekiston ulkan iqtisodiy salohiyatga ega mamlakat. Biz bu yerda texnologiyalarning jadal rivojlanayotgani, barcha jarayonlar qanchalik tez kechayotgani, fuqarolar uchun yangi, qulay va samarali vositalar qanchalik jadallik bilan joriy etilayotganini ko'ryapmiz va bundan juda mamnunmiz. Men umid qilamanki, kelgusida mamlakat yangi avlod hujjatlarini joriy etishdan katta foyda ko'radi. Biz uchun bu yo'lda hamkorlik va ishonch katta faxr. Hammamizga qo'limizda ishlaydigan telefonlarimiz bor. Telefonlarning ichida masalan mana SIM kartalar bor. Endi bular o'zimizning O'zbekistondagi mutaxassislar shu SIM kartani bu yerda mahalliylashtirib, ichidagi o'sha dasturni yozishni o'rgangani, bu albatta bizlardagi bu yerdagi mutaxassislarning ham malakasi oshgani. Hozir mana bozorni 3/2 qismi deyarli bular o'zbek tenderda qatnashib yutgan ekan. Bu faqat O'zbekistondagi operatorlar emas, mana 5 ta operator bo'lsa,
qo'shni davlatlarni bozorlarida ham qatnashib, qo'shni davlatlarda ham eksportga chiqib o'tish qilyapti. SIM kartalardan tashqari keyingi boshqa bozorlarga kirishga, bu masalan bank kartalari deymizmi yoki yana boshqa qo'shimcha kartalar va IoT deydi, Internet of Things degan narsalar. Ya'ni yaxshi o'zini mahalliy ishlab chiqaruvchilar shunaqa qiyin texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarishga ham o'tayotgani albatta O'zbekistonda ishlab chiqarishi oddiy jarayondan yuqori texnologik jarayonga o'tayotganiga bir misol bo'ladi. Albatta bu kabi ishlab chiqaruvchilarimiz ko'paygan sari O'zbekistonni ilmiy ishlab chiqarish potensiali ham rivojlanib boradi va shu bilan birgalikda bizning eksportimiz yuqori daromadli ishchi o'rinlar ko'payib boradi. Bu yerda yuqori malakali IT bo'yicha mutaxassislar ishlaydi. Chunki chipni ichidagi dasturi juda kam bo'ladi. Lekin uni yozish uchun juda kuchli mutaxassis bo'lish kerak. Shuning uchun qo'shimcha ertaga buni aqlli kamera deyish mumkin yoki uydagi televizor yoki qanaqadir datchikka qo'yaman desa, demak o'tga qo'shimcha xizmatni bog'lashga harakat qiladi va shu bilan birgalikda yana qo'shimcha parallel ishchi o'rinlar ham yuqori daromadli ishchi o'rinlar va mutaxassisliklar ham paydo bo'lish boshlaydi. Loyihani iqtisodiy mantiq haqida gapirmoqchiman. Bu mahsulot uchun bozor allaqachon tayyor. Olaylik, bugun dunyoda chipli kartalar va eSIMlar savdosi allaqachon milliardlab birlikda. Masalan, birgina o'zimizda Markaziy bank bergan ma'lumotlarga ko'ra 2026-yilning 1-yanvar holatida bugun fuqarolar qo'lida 68 milliondan oshiq plastik kartalar amalda. Bularning hammasi shu paytgacha afsuski import hisobidan bo'lgan. Biz bugun ko'rib turganingizdek juda katta segment uchun, ommaviy ehtiyoj uchun, ommaviy infratuzilma uchun bo'shliqni to'ldiryapmiz. Bu ehtiyoj sun'iy emas, bu iqtisodiy o'sish bilan birga shakllangan tabiiy talab. Endi esa bu ehtiyojga sanoat yo'li bilan javob berilyapti. Ya'ni iqtisodiyot o'sdi, unga xizmat qiladigan infratuzilma ham o'sishi kerak. Korxonamiz 2005-yildan beri faoliyat ko'rsatadi va qariyb 20 yildan oshdi. Demak, o'zgarishi tajribamiz ham texnik salohiyatimiz bo'lganligi sababli shu loyihani amalga oshirishga jur'at etdik. Bu ya'ni mikroprotsessorli modullar, identifikatsiya uchun mo'ljallangan modullarni ishlab chiqarish. Buning ichiga SIM kartalar, SAM karta, ya'ni fiskal modullar uchun ishlatiladigan kartalar, bank kartalari, ijtimoiy transport kartalarini ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi bizda. 2015-yilda SIM kartalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz, modernizatsiya qilib ishlab chiqarishimizni. Shuni hisobiga endi u Toshkentdagi maydonimizda deydi, kichikroq joy edi, shuni hisobiga lekin talab oshgan sari shu yangi bitta joy bo'lib, olsak, yangi zavod qurib, shu yerda butun loyihalarimizni amalga oshirishga imkoniyat bo'lsin degan edik. Mana Xudoga shukr, muhtaram prezidentimizning o'zlarini kerakli qarorlari bilan, ularni qo'llab-quvvatlashlari bilan Ohangaron tumanida LTech Industrial Texnopark hududida 4 gektar yer ajratildi bizga. Mana o'shandan bir bo'lagida hozir yangi ishlab chiqarish, xalqaro standartlarga javob beradigan yangi ishlab chiqarish korxonani, zavodimizni ishga tushirish arafasidamiz. 10 yillik ichida SIM kartalar ishlab chiqarish tajribamizdan kelib chiqqan holda jahon bozoriga hozir bemalol kirib bizani tan olishni boshladi. Yangi hamkorlar bilan hamkorlikni boshladik. Ya'ni mana Germaniyadagi Infineon Technologies kompaniyasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, 23-yilda muhtaram prezidentimiz Germaniyaga borgan tashriflari davomida biz shu kompaniya bilan memorandum imzoladik. Mana shu kungacha ular bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Nima ma'noda ular o'zining texnologiyalarini bizga tatbiq qilishda yordam berishyapti. Bu juda ham katta narsa. U dunyo bo'yicha bizning korxonamizning saviyasini undan ham oshirishga olib kelyapti. 15 million dollarlik investitsiya 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 5 million dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqariladi. Yana 6 million dollarlik o'zimizning mahsulot eksportga yo'naltiriladi. Ikkinchi bosqichda esa ID kartalar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgach, raqamlar yanada yuqorilaydi. Eksport geografiyasi ham, qiymati ham. Davlatimiz rahbari aytayapti, mahalliylashtirish jarayoni bilan import talabini qondirayotgan tadbirkor barcha jarayonda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
har bir tashrif tadbirkorlar uchun yangi yo'llar ochadi, shunday doim. Вы знаете, у нас давно были Ochig'ini aytganda bizda anchadan beri ushbu yo'nalishda yanada kengroq va yirikroq rivojlanish istagi bor edi. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan faol islohotlar, bozorni liberallashtirishga qaratilgan siyosat bizga katta turtki berdi. Natijada biz o'zimizga ishonch hosil qildik. Endi mahsulotni faqat O'zbekiston bozori uchun emas, balki butun dunyo uchun ishlab chiqarishimiz mumkin. Bu esa tabiiy ravishda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishni, kompaniyaning o'zini ham rivojlantirishni talab qildi. Savdo bo'limlari, ishlab chiqarish yo'nalishlari va boshqa tarkibiy qismlar kengaytirildi. Bu jarayon o'z vaqtida boshlandi. Bugun O'zbekiston uchun navbatdagi texnologik sakrashni amalga oshirish pallasi yetib keldi deb hisoblaymiz. Jarayon juda yaxshi ketmoqda. Ayniqsa Infineon Technologies kabi yirik xalqaro kompaniyalar biz bilan hamkorlik qilish, o'z tajribasi va bilimlari bilan o'rtoqlashishga tayyor ekanini hisobga olsak, bu esa biz uchun rivojlanishda kuchli surat beradi. Natijada biz ushbu ishlab chiqarish maydonini atigi 1 yil ichida to'liq ishga tushirdik. 1 yil davomida 5 davlat bozoriga chiqdik. Joriy yilda esa eksport geografiyasini 13 ta davlatgacha kengaytiryapmiz. Bu kompaniya uchun juda yaxshi eksport salohiyati va jadal rivojlanish suratlarini anglatadi. Umuman olganda biz O'zbekistonda yolg'iz emasmiz. Bugun mamlakat iqtisodiyoti umuman olganda juda faol rivojlanmoqda. Iqtisodiyot nuqtai nazaridan qaraganda davlat rahbari doimo ta'kidlab kelayotganidek, eksport nihoyatda muhim. Iqtisodiyotga eksport zarur, valyuta tushumi zarur. Yuqori marrali, ya'ni yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar zarur. Ular xorijiy bozorlarda talabgir bo'lishi lozim. Shunda mamlakatga ko'proq valyuta kirib keladi, ishlab chiqarish hajmi oshadi, yalpi ichki mahsulot o'sadi va natijada xalqimizning farovonligi yuksaladi. Bu esa eng muhim maqsaddir. Yana muhimi, davlat rahbari bizni doimiy qo'llab-quvvatlayotgani bu albatta quvontiradi. Markaziy Osiyo miqyosida qarasak, bunda ishlab chiqarish quvvati hududda kam uchraydi. Demak, O'zbekiston faqat ichki bozorni emas, balki mintaqaviy ta'minot zanjirida ham muhim o'rin egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu iste'molchidan ishlab chiqaruvchiga o'tish degani. Yanada muhim jihat esa barqarorlik. Bank tizimi, transport, ijtimoiy xizmatlar uchun zarur bo'lgan identifikatsiya infratuzilmasi endi tashqi bozorlarga to'liq bog'liq bo'lmaydi. Bu iqtisodiy samaradan tashqari raqamli xavfsizlik va suverenitet masalasi. Import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarilyapti va bozor tan narxi shu jarayonda 3-5% ga pasayyapti. Bu ayniqsa ommaviy kartalar segmentida davlat va xususiy sektor xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Umuman, Ohangarondagi mikroprotsessor modullar ishlab chiqarish loyihasi iqtisodiy o'sish natijasida paydo bo'lgan ehtiyojga berilgan oqilona va uzoqni ko'zlagan sanoat javobi. Raqamli iqtisodiyotni importga bog'liqlikdan himoya qilib, strategik infratuzilmani mahalliylashtirayotgan mazkur loyiha O'zbekiston sanoatini yangi bosqichga olib chiqyapti.